Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bormisizlar birodarlar? Xonadonlaring tinchmi hammalaringni? Kichkinagina kontent qilish niyatim qoldi. Xo'p, nima haqida desalaring, Alloh nasib qilsa shu qushlarga kalsiy taqishlik haqida kichkina bo'lsa ham bir ma'lumot bergim keldi. Qushni kalsiysi nimaga kerak? Misol uchun, ba'da bir par qushim bor, ba'da bir par qushim bor. Bolasini ajratib olgani kerak. Ota-onasi tayin, ota-onasini ham kalsiylaganmiz. Biz oldindan misol uchun deylik, Allohga shukr, kalsiyolab kelyapmiz. Anchadan ancha bo'lib qoldi. Bir-birini bolasini ajratgani kerak. Pasport hisoblanadi. Qanaqa mutatsiyasi bor? Mutatsiya deganda deylik, o'sha ota-onasidagi genni o'zida olib bolalarga beradi. Ota-onasidan misol uchun deylik, immo bo'lishi mumkin, KF bo'lishi mumkin, UPA bo'lishi mumkin. Shu narsani olib nimasiga beradi? Bolalarga beradigan narsani mutatsiyani bitta yo'nalishi desak. Men to'g'risi birodarlar, kontent qilishimdan maqsad mutatsiyani o'rgatishlik emas. Chunki mutatsiyani o'rgatishlikda misol uchun deylik, kitobiy qilib keltirib berish kerak endi uni. Bu narsani ilmini tushunganimiz bilan bitta odamga o'rgatishlik bir boshqa narsa ekanda. Meni asosiy maqsadim nima edi? Odamlarga shu Sherist akamlar bor, Alloh rozi bo'lsin. Ko'p aytadi. Kamoldor akam ham aytgan. Nima desam bo'ladi? Odamlar mutatsiyani ilmini bilsa-yu, o'qishni ko'paytirib, bolalatishni bilmasa, mutatsiyani ilmini bilganda nima foyda degan gap bor. Maqsadim Alloh nasib qilsa shu boquvni o'rgataylik. Odamlar o'qishni ko'paytirishni o'rgansin. Keyin nima desam bo'ladi? Boquv ko'paytirishni o'rganib olgandan keyin mutatsiyaga o'sha yo'nalishni ishlasa bo'ladi. Ertaga mutatsiyani ilmini bilib turib, o'qishni ko'paytirishni bilmasdan, boquvni bilmasa, Alloh alam manfaat bo'lmaydi. Shunga kalsiyni endi bitta nimasi shu ota-onasi kimligini ajratib olishlik. Qushni misol uchun deylik, endi men misol uchun deylik, xudo xolasa videoni tagida yana ko'rsatib ketaman, Alloh nasib qilsa. Mana misol uchun deylik, kalsiyim bor. Kalsiyning rangini misol uchun deylik, ko'pchilik kalsiyga yil yozadi birodarlar. Men yil yozmayman, kalsiyning rangini qilib qo'yaman, o'sha yilda o'sha rang. Endi bunga kalsiyga nima deb yozamiz desalaring, misol uchun nima deb ma'lumot yoziladi desa, Amin Aviyeri deb yozganman, misol uchun. O'zimning ismim Muhammad Amin. Endi kalsiyga misol uchun deylik, Muhammad Amin deb yozgandan ko'ra, oxirgi Amin so'zini olib turib, Aviyeri degani misol uchun deylik, bir valyerni ma'nosini bildirsa, Muhammad Aminning qushxonasi degan ma'no. Ana endi keyin bunda kalsiy raqam. Hozirgi kunda mana 1319 ga yetibman. 1300 dan o'sha xudo xolasa 1400 ga qarab ketyapmiz. Bu degani 1300 ta qush chiqdi degani. Alhamdulillah. Endi keyin Aku deb yozilgan. Aku L02 bu meni misol uchun deylik nomerim. Aku nima degani desalaring, Agapornis klub O'zbekiston degani. Agapornis degani vallohu alam Ornis qushida, Agape vallohu alam ajralmas qush degani. Misol uchun deylik, bu lotincha latinskiy deydi-ku. Latinskiy deydi, misol uchun anglizchasiga love birds deydi. Muhabbat qushi deydimi? Biznikilar ruschasiga misol uchun deydi, nerazluchniki deydi. Ko'p birodarlarimiz bor, misol uchun meradushka deydi, neradushka deydi. O'zi aslida to'g'risi nerazluchniki yoki misol uchun ajralmas degan ma'noni bildiradi. O'zimizda endi o'zbekchasiga bu ajralmas qushi deyilmaydi endi-da. Shu nerazluchniki deyiladi shu. Nerazluchniki ikki turga bo'linadi. Misol uchun deylik, Fisher turiga bo'linadi. Nerazluchniki vallohu alam meni bilganim, qisqacha ko'paytirmaylik. Nerazluchniki Perso turi, Razakolli turi, Fisher turi bor. Shuni hozircha uchtasini nima qilib tursak, keyinchalik yana qo'shimchalarni yana aytaman, Alloh nasib qilsa. Hozir bilganim ham shuda, esda qolganim. Endi shu kalsiyni endi mana tushuntirdim. O'zimni ismimni bilib yozib qo'yaman, nomerimni yozib qo'yaman, keyin o'sha O'zbekiston bo'yicha hozirgi kunda Alloh rozi bo'lsin so'zlardan Agapornisni ilmini bilgan eng oldin nomer adinlari shu Kamoldor akamdan, Sherist akamlar deb bilaman. Deminlar Xudoga shukr ancha ilm o'rgatishgan. Alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin. Shuni nimani qilsa qanaqa bo'ladi? Boshlang'ich ta'limini berishib zo'r o'rgatishgan. Alhamdulillah, shuning uchun nima desam bo'ladi? Ilmini o'rganganimizdan keyin shu kalsiy o'ta kerakli narsaligini bildik. Birinchisi qushni ota-onasini ajratishlik bo'lsa, ikkinchisi mutatsiyasini ajratishligi bo'lsa, uchinchisi sizga besplatni reklama qilgan bo'laveradi. O'sha qushga taqilgandan keyin mana Allohga shukr, hozirgi kunda Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Tojikistonga, Rossiyaga qush sotgan bo'lsak, bizning kalsiylarimiz bo'yicha qushlar chiqib ketgan. O'sha kalsiy bo'yicha sizning nomingiz tanlanadi. Ertaga misol uchun deylik, bitta odam oldi deylik, u odam ham sekin-sekin Agapornisni misol uchun deylik ilmini tushungandan keyin sizdan so'rashligi mumkin. Birodar,
mana shu qushni sizni nima ekan, ota-onasi nima, qonida nima bor deb turib so'rashligi mumkin. Shu o'zi uchun 3 ta nimasi, plyuslardan bittasi shu. Endi yana nima desak bo'ladi? Kalsoni qisqacha qilib tushuntirdim. Alloh nasib qilsa, taqilganligini manfaati o'ta katta. Ertaga mana misol uchun bir 100 ta qush chiqsa deylik, o'zi aslida kitobida qonuni boshqa ota-ona qilib paralagan yaxshiroq birodarlar. Misol uchun bitta gnezoni bir-birini bolasini bir-biriga paralasa bo'ladimi desalaring, o'zi ne olib qarasalaring, tabiatda ularni hech kim ajratmaydi-da. Alloh irodasi bilan ular bir-biri bilan paralanib ketaveradi. Endi vallohu alam shu kitobida boshqa qonga misol uchun deylik, boshqa ikkita gnezoni bir-biriga paralagan ma'qulroq. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam, bir-birini aka-singilni bir-biriga paralab turib ishlatganmiz. Xudoga shukr, bizda bunday linka deydi, qanot ucholmaydigan unaqa narsa menda muammolar uchramagan. Balkim birortasida bo'lgandir, lekin shaxsan menda unaqa narsa muammo bo'lmagan. Endi yana nima tushuntirsam bo'ladi? Shu endi imkon qadar boshqa paralaganda, lekin tavsiya qilaman men. Shaxsan nima deysalaring, boshqa gnezoni paralasalaring, qushni qoni buziladi. Kesimi kattaroq bo'ladi, qush yana hamda xudo xolasa yaxshiroq chiqadi. Endi baxillari iloji bo'lmay qoladi. Hozirgi kunda bitta dona qimmatroq qushni olasiz, haligindan keyin narmodasini olib turib bir-biriga nima qilib qo'yasiz. To'rtinchi tarafi ham bor ekan. To'rtinchi nimasi, bu nerasiyoq qushlarda narmodasini ajratishlik o'ta qiyin masala. Ko'pchilik yelkasiga qaraydi. Qushlarni keyin bularni narmodasini ajratishlik qiyin bo'lgandan keyin qushlarni DNK qildiramiz. Hozirgi kunda vallohu alam Toshkentda ham hozir DNK ochildi. Biz lekin oldindan xudoga shukr sertifikat qilib beradi buni. Qushlarni patini olib turib, o'zini shaxsiy unaqa spesial nimalari bor, paketchalariga solib, patlarini Toshkentga chiqaraman. Toshkentdan keyin sertifikat vallohu alam Dubayda qildiradi. Mana bilganim shu. Dubaydan bizga keyin elektronniy javob keladi. Ular ham xudo xolasa qanaqa elektron javob kelishligi, erkak, ayolni turib ajratib shunaqa qilib beradi. Xudo xolasa ularni ham ko'rsatib beraman. Xo'sh, boshqa hozirchalik shu. Endi bu yoqda xudo xolasa nasib bo'lib qolsa hozir endi keyin kalsoni qushlarga qanaqa vaqtda taqqan yaxshiroq degan savol ham bo'lib qolishi mumkin. Birodarlar, har xil mana agaponisda har xil holat bo'ladi. Bitta qushlarga 10 kun, 15 kun, 20 kun, 25 kunga taqsa bo'ladi. Albino qushlarining oyog'i nozikroq bo'ladi. Inno mutatsiyasi. Felfello mutatsiyasining ham oyoqlari yuqoriroq bo'ladi. Ularga sal kattaroq qilib taqsiz bo'laveradi. Ammo Moskvalar, persovlarda oyog'i sal qalinroq bo'ladi. Ayniqsa aqvalarda oyoqlari qalinroq bo'ladi. Ularga salgina yoshlik paytida taqish kerak. Keyin kalsoni razmeri razakolislarga bu agapolisda hammasiga 4,5 lik kalso ketadi. Xudo xolasa hammasiga 4,5 millimetrli kalso tushadi xudo xolasa. Endi rangini o'zlaring bilasizlar. Misol uchun deylik, xohlasangiz yilini yozdirmayman, men misol uchun shaxsan yozdirmayman. Xo'p, xudo xolasa endi bu yog'iga hozir kalso taqishni tushuntiraman. Qanaqa qilib kalso taqadi? Ko'rib turgan bo'lsangiz, sal kichikroq ekan. Mana panjachasi orqada qoladi. O'tirgan. Ko'rsatamiz. Ko'rsalaring, 3 ta panja kirgiziladi. Orqasiga bunday o'tkazilgandan keyin mana bag'ida bunisi qolib ketdi. Nariga oyog'ini yana qilib qo'ymaysizlar, sababi mana oyoqlari sinib qolish mumkin orqaga bo'lsa. Narigini orqaga chiqib o'taveradi. Tani og'rimaydi ham. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring. Bunday qilib turgan oyoqchasini chiqarib qo'yasizlar. Bo'ldi. Allohga shukr, o'ta oson.